Milliy taomlarimizni ham ratsiondan cheklamasdan turib ozish mumkin desam, ishonasizmi? Qo'limda turgan mana shu idishdagi bir porsiya oshning kaloriyasi 1000 kaloriya. Bir porsiya norinning kaloriyasi esa 350-450 kaloriyagacha bo'ladi. Milliy taomlarimizni iste'mol qilib turgan holatda ham albatta ortiqcha vazndan xalos bo'lish mumkin. Milliy taomlarimiz ichida ozishda eng foydali bo'lgani bu albatta birinchi o'rinda moshli taomlar, moshxo'rda va moshkichira taomlari. Chunki bu taom tarkibi sizni organizmingiz uchun foydali, kletchatkaga boy hisoblanadi. Hazm tizmingizni ham yaxshilab beradi. Osh va norin, shashlik, mantilarga keladigan bo'lsak, kaloriyasi juda ham baland bo'lgani uchun faqatgina porsiyangizni kamaytirgan holatda iste'mol qilishingiz mumkin. Bunda birlagan osh emas, shunda siz yarim kosagina oshni bir tarelka kletchatkaga boy bo'lgan sabzavot bilan iste'mol qiladigan bo'lsangiz, siz uchun organizmingiz uchun foydali bo'ladi. Lekin hech qaysi milliy taomni ratsiondan mutlaqo cheklamang, chunki milliy taomlarimiz sizni tanangizga kuch-quvvat va darmon bo'ladi. Chet eldan kirib kelgan zamonaviy diyetalarni esa vaqtinchalik qo'llaysiz. Agar milliy taomlarni ratsioningizga qo'shadigan bo'lsangiz, bu diyetani bir umr qo'llab yurishingiz mumkin. Chet eldan kirib kelgan moda bo'lgan diyetalar bu qadar mazali emas. Agar siz milliy taomlarimizni ratsioningizga kiritib turgan holatda diyeta qiladigan bo'lsangiz, ruhiyatingizga ham salbiy ta'sir qilmaydi. Ayniqsa bu mazali osh va milliy taomlarimiz bizning tanamizga kuch-quvvat va darmon bo'ladi.